qiyomat bo'lishini aytib, o'zini payg'ambar deb e'lon qilgan shaxs ushlandi. Shu kabi tezkor va ishonchli xabarlar uchun Aktual UzTV sahifalariga obuna bo'ling. O'zini payg'ambar deb e'lon qilib, qiyomat va global suv toshqini haqida vahima da'volar tarqatgan Evans Eshun, ya'ni Ebo Nuh taxallusi bilan tanilgan shaxs politsiya tomonidan qo'lga olindi. Ma'lum qilinishicha, u 2025-yil 31-dekabr kuni hibsga olingan. Bungacha Ebo Nuhning qiyomat haqidagi bashoratlari sabab yuzlab odamlar, hatto qo'shni davlatlardan kelganlar ham uy joyini tashlab, u qurayotgan kema hududiga yo'l olgan. 30 yoshli shaxs 2025-yil avgustdan boshlab TikTok va YouTube orqali Injildagi Nuh to'foniga o'xshash falokat 25-dekabr kuni boshlanishini, faqat u qurayotgan kemalar iymonlilarni qutqarishini iddao qilib kelgan. U loyiha uchun 250 mingdan ortiq yog'och sotib olganini ham aytgan. Biroq Rojdestvo kuni hech qanday falokat yuz bermagach, Ebo Nuh roza va ibodat orqali qiyomatni kechiktirdim deya bayonot bergan. Mazkur chiqish jamoatchilik noroziligini yanada kuchaytirgan. Ijtimoiy tarmoqlarda uni vahima tarqatish, odamlarni chalg'itgani uchun jazolash talablari yangragan shaxs huquq-tartibot idoralari tomonidan qo'lga olingan.